O'zim uchun ham anchadan beri kutilgan mana shu kondensatsionni kotel yetib keldi. Xudo xolasa rastlamoshga ham qilib bo'lindi. Endi ko'pchilik shu narxi sal yumshoqroq, biz doim mana Wiesmann, Germaniyani Wiesmann kotellarini tavsiya qilib kelganmiz. Okey, iltimos sal byudjetliroq narsa bo'lsin deyishganiga o'zimizga mana yoqimli bo'lgan brenddan, Mideyadan kondensatsionni kotel. Buni afzalliklari, buni ichidagi nasosi o'sha Daniyaning Grundfos nasosi ekan. Undan tashqari ventilyatori italyaniki ekan. Teploobmennigi zanglamas po'latdan qilingan. Undan tashqari bu hajmni kichiktirishibdi. 41 sm ga 65 sm dizaynerlar e'tiborga olib qo'yinglar. Yana bitta eng katta pluslari bu Wi-Fi orqali boshqariladi. Masofadan o'chirib yoqsa bo'ladi, gradusini pasaytirib yoki ko'tarsa bo'ladi. Undan tashqari o'zi ishlagan payti davomida qilingan gaz rasxodini telefoningizga отчет qilib ham tashab beradi. Yana bitta katta pluslardan bittasi bu grafikka qo'ysanglar bo'ladi. Kechqurun issiqroq, misol uchun kunduz kuni sal salqinroq qilib pastroq gradusda ishlatsangiz ham bo'ladi. Yana eng katta pluslardan bittasi albatta narxi. Buni narxi o'sha kommentariyaga narxni yozib o'rsanglar, shu do'konning egalari o'zligi sizga aloqaga chiqib narxlarni yozib o'rishadi inshaalloh. Podpiska bo'lib kuzatsanglar, mana shunaqa zo'r-zo'r yangiliklarni yetib beramiz. Sog' bo'lasizlar. Pour monter en érection sur taxi, autant pour moi pour cette intro.